Hammaga salom. Boya sizlarga kechadan oldin bilmayman qachon qo'ydim shu videoni. Chips bilan. Hop, qo'ydim. Bittasi молодец dedi. Achchig'ini ko'rdim. Ikkinchisi 55 minut oldin kommentariy yozibdi. Chestni borib yomon xafa bo'ldim lekin. Mani haqoratladi. Mani so'kdi. Prям so'kinadigan gap yozdi mani kommentariyada, mana yozdi. Qaysi podpishchiligini bilmayman, lekin вообще uzun ekan. Bilmayman-u. Mani haqorat qilishga nima haqqing bor sani? Sanimi, siznimi bilmayman kimsan-u, lekin menga kommentariyaga o'sha shortsda chips olganimni videosini o'shani anaqasiga kommentariya yozganini men ko'rib qoldim-da. So'kdi. Sen so'kkansan meni. Nima haqqing bor so'kishga meni? Necha marta tushuntirishim kerak? Iltimos, kommentariyada faqat yaxshi gaplar yozinglar deb. Jonimga tegdi o'sha. To'g'risi ham dedi, nimaga so'kinish gap yozding? Kim bo'lsang ham. Yomon haqoratlading meni. Oxirgi marta aytyapman, yaxshi gap yozamiz. Точка.